alaykum, assalomu alaykum aziz do'stlar. Qasara qapasinglar. Umid qilaman sog' salomat bo'lsangiz. Kunlardan 2026-yil 14-may kunlardan payshanba kunlariga xayr olsun deb umid qilamiz do'stlar. Mana Supergining yangi dag'ilish usuli buni sizlarga tanishtiramiz do'stlar. Buni O'zbekistonga jo'natar ekanmiz. Voy masallah bular nima uchun quyoshda teryapsiz? Uni keptiramiz. Xo'p, keptirib uladasiz. Xo'p, sen nechtadan brenda bo'ladi deysiz? 50 ta. 50 tasi. Maşallah işinde bereket versin. Mana do'stlar shunaqa quyoshda keptirib jo'natar ekanlar. Buning dang'ilish bog'lanish usuli ham bitta bog'lanar ekan. %250 ta shunaqa banda qilib dang'lar ekan do'stlar. Mana bu yerda dang'ishga tayyorlangan cho'plarni buni suvga ezib shunaqa birab qo'yib keyin dang'ar ekan do'stlar. Mana bu yerlar qolsa dang'ilmoqchi bo'lgan cho'plari. Mana do'stlar bular esa O'zbekiston va boshqa xorij davlatlarga uzatishga tayyorlanib qo'yilgan supurgilar. Buning alohida usuli ipga bog'lanar ekan do'stlar. Mana bu yerda esa supurgini bog'lab yotgan akalarimiz. Voy masallah, harman, assalomu alaykum. Mana ko'shingizda shunaqa bitta bog'lanar ekan. Mana bu yoqda ham dam ketdi do'stlar. Harmi ko'jon? Va alaykum assalom. Mana do'stlar, supurga bog'layotgan ukamiz hammalaringizga alangali salom aytibdi. Uka bu qanaqa qilib tangasiz? Mana 9 rupiyadan narxi. Xo'sh. Bir o'zingdan olsam ya, buni necha nafar kerak bo'ladi shunaqa qilib tayyorlash uchun? 2 ta. Bu ukamiz kichik bandan tayyorladi va voy masallah. Buning narxi necha so'm bu supurgilar? 1 dollar. Voy masallah. Bu qayerlarga ketadi masalan? O'zbekiston, boshqa davlatlarga ham ketadi. Voy masallah. Mana do'stlar, bizning videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang. Shunaqa videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar.